Chet elda psixiatrga qatnaydigan 90% bemorlarni dekretda o'tirgan ayollar tashkil qiladi. Bizda esa shunchaki bitta semi bola katta qilayotgan deb gapirishadi. Endi siz turmush o'rtog'ingizdan juda ham qimmatbaho sovg'alarni umuman umid ham qilmaysiz. Siz shunchaki 5 minut hojatxonaga tinchgina kirib chiqsangiz yetarli. Va u vaqt davomida turmush o'rtog'ingiz bolangizga yaxshi qarab tursa, mana shu sizga eng katta sovg'a bo'ladi. Siz tuqqan paytingizda asablaringizni va xotirangizni tug'ruqxonada tashab kelgansiz. Endi bu yog'iga faqat o'zingizga qarab, sog'lig'ingizga qarab yurishga majbursiz. Dekret vaqtisiz men qachon o'zim uchun yashayman deb o'ylab qolasiz ba'zida. Chunki bu 24 ga 7 ish va sizga hech kim maosh to'lamaydi. Agar ishlayotgan bo'lganingizda ham sizga bir rag'batlantiradigan tarzda oylik berishardi. Dekret vaqtida ko'pchilik ayollar o'zini yo'qotib qo'yadi. Afsuski. Lekin ko'pchilik o'zini topishni ham boshlaydi. Va dekret sizga multifunksionallikni o'rgatadi. Bir vaqtni o'zida 10 ta super qahramon qiladigan ishni bemalol bajara olasiz. Va bitta haqiqat shuki, dekretdagi ayol haqiqiy qahramon ayol hisoblanadi.